Ayni kunlarda viloyatimizdagi umumta'lim va ixtisoslashtirilgan maktablarda voyaga yetmaganlar va yoshlarning radikallashuv, ekstremistik g'oyalar ta'siriga tushib qolishlarining oldini olishga qaratilgan targ'ibot, tashviqot tadbirlari o'tkazilmoqda. Aynan shunday tadbirlar Forish tumanidagi umumta'lim maktablarida ham bo'lib o'tdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi hamda tuman hokimligi hamkorligida o'tkazilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizning mavzusi bo'ladi. Viloyat hokimining topshirig'i ijrosini ta'minlashga qaratilgan va joriy yil 13-martgacha davom etadigan ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbirlar biz jamiyatimizda har qanday radikallashuv, yoshlarimiz ongini buzg'unchi yot g'oyalar bilan zaharlashga, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanishga, ma'rifat o'rnini jaholat egallashiga yo'l qo'ymaymiz shiori ostida o'tkazilmoqda. 21-asr axborot texnologiyalari asri bu davrda internetdagi turli saytlar, ijtimoiy tarmoqlarga joylangan ijobiy ma'lumotlardan unumli foydalanish mumkin. Shu bilan bir qatorda salbiy ma'lumotlardan ham hech kim himoyalanmagan. Bunday yot g'oyalardan faqatgina ma'rifat orqali, bilim orqali, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, u yerdagi ma'lumotlarni tahlil qila olish immunitetini shakllantirish orqali himoyalanish mumkin. Bo'lib o'tayotgan tadbirda ana shu masalalar o'rtaga tashlanib, hayotiy roliklar orqali yoshlarni qabih kimsalarning buzg'unchi g'oyalaridan ogoh etildi. Mas'ullar voyaga yetmaganlar va yoshlar orasida ekstremizm va terrorizm g'oyalarining tarqalishi oldini olish borasida to'xtalib, bunday salbiy holatlar xotin-qizlar orasida ham uchrayotganini afsus bilan tilga olib o'tdi. Bizga videoroliklar, slaydlar tayyorlab kelishgan ekan. Bundan biz juda ham ta'sirlandik. Bizga hozir tarqalgan Telegram, Instagram boshqa tarmoqlar haqida shu kontentlarni tarqatayotganlar haqida ham fikr yuritib o'tishdi. To'g'ri g'oyalarni, bilimlarni bizga berishdi. Davlatimiz tomonidan imtiyozlar berilgan ekan, qanchadan ko'p. Bizga shunlarni ham eslatib o'tdi. Bor e'tiborimizni darslarga qaratib, kelajakda yaxshi inson bo'lishimiz uchun manfaat berdi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Shuningdek, o'quvchi yoshlarga internet va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan shubhali axborotlarga nisbatan ogohlik bilan yondashish, qonunchilikka zid harakatlardan tiyilish, bo'sh vaqt mazmunli va foydali o'tkazish yuzasidan muhim tavsiyalar berib o'tdi.